Mana bu gazetada maqolam bosilgandi. Zo'r-ku. Tabriklaymiz. Rahmat, sog' bo'ling. Bu gazetada hammani ham maqolasi chiqavermaydi, kattajon. Ha, rahmat. Shu maqolani bir o'qib chiqsangiz. Chunki hozir yana yangi maqola yozishni o'ylab yuribman-da. Bunda sizning fikrlaringiz juda muhim men uchun. Chunki siz tahlil bo'yicha eng tajribali xodimlarimizdansiz. Rahmat. Shoshilinch emasmi, xo'jayin? Yo'q, unchalik emas. Men demoqchi bo'lganim, mana ertaga yakshanba kun bemalol bo'lib, xayolni bitta joyga qo'yib, haligi qog'oz qalamni olib fikrlarimni yozib kesam demoqchi edim. Juda yaxshi. Unda shunday qila qoling. Kelishdik. Bo'lmasa menga ruxsat a? Ruxsat. Bor. Keling. Mumkinmi, xo'jayin? Keling. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Yaxshimisiz, xo'jayinjon? Qanday? Dam olish kuningiz yaxshi o'tdimi? Juda ham ajoyib bo'ldi. Ha, yaxshi. Aytmoqchi, sizga aytaman deb esimdan chiqibdi. Haligi maqolam bor edi-ku. Maqolangizni o'qib chiqdim. Yo'q-e. Juda ham chuqur yozilibdi. Rostdanmi? Yaqin orada bunaqa kuchli maqola o'qiganimni eslolmayman. Dod dedim. O'zi ham mavzuning ichiga juda chuqur kiribsiz-da. Chindanmi? Bo'lmasam-chi? Bu gaplarni kimdir aytish kerak edi. Lekin jasorat yetmasdi. Siz jasorat qilibsiz. Kamiga zo'r faktlarni ham qalashtirib tashlagansiz. O'ta ta'sirli. Siz bilan g'ururlandim. Yashang. Qaysi joylardan ko'proq ta'sirlandingiz? Hamma joyi ta'sirli. Kulminatsiya juda ham kuchli. Xulosa juda ham fundamental. Boshi ham, o'rtasi ham, oxiri ham to'liq ta'sirli. Ha. To'g'risi sizdan bunchalik maqtov eshitaman deb o'ylamagandim. Maqtov demang, borini aytdim. Faqat ofarin. Taklifim bitta. Mana shunday kuchli maqolalar yozishdan to'xtamang, kattajon. Shunday deng. Hammasi yaxshi-yu, faqat bir chatog'i bor-da. Hech qanday chatog'i yo'q. Ishonavering. Chatog'i shuki, men adashib sizga eski gazetani berib yuboribman-da. Maqolam bosilgani bunisi ekan. Yo'q. Odam ming bor uzr xo'jayin. Odam juda xijolat bo'ldi-da. O'zi umrimda bir martagina yolg'on gapirdim. U ham o'xshamadi. Xo'jayin, agar ruxsat bersangiz, hozirroq shu gazetani olib borib o'qib, kelib fikrlarimni aytsam, nima deysiz? Ovora bo'lmang. Fikringizni eshitib oldim. Xushomadgo'y seni quvontiradi-yu, yuksaltirmaydi. Jaloliddin Rumiy.